Biz bularni ilgari bir qancha bölümde mesela sünnet inkar qilish, hadis inkar qilish bilan tonilgan tamdi. Chunki hammasini so'zlardan, jo'yilishlarning hammasida bu rivoyatlar qabul qilmaydi, u bu deb shu safsatlarni setayotgan tamdi. Bugun biz temamizni Qur'on inkorchilari deb qo'ydik hamda namoz qilindi deb. Shunga bu sünnet inkar qilguvchilar Qur'onni inkar qilamdi degan savolni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana insaniyetga yetakchi rahbar bo'lib kelgan, islomning butun hayoti bilan, sunnati bilan, hadislari bilan izohlab bergan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Albatta yuqorida deyilgandek bu savoldan boshqalar ajablanish mumkin. Biz necha vaqtimizda sunnat inkorchilar deb anlagan, Qur'on inkorchilar deganni, Qur'onga chang asliman da'vat qilgan, Qur'on bo'yicha ish qilman da'vat qilgan Qur'on inkorchisi degan tuhmat emasmi deb o'ylab qolish mumkin. Shunga bu masalani ochiqlashtirish uchun hem bularniki bu gapet bir saxtipaz, kazzab ekanligini bildirish uchun, garchi bu Qur'on yo'l yoki Qur'onchilar degan atalg'u kasb egallariga nisbatan nima maqsad ifodalaydigan aniq bo'lgan bo'lsa, ammo avomning nasga nisbatan ro'shan bo'lmaganligi uchun shunga Qur'on inkorchilari deb og'inimiz uyg'un deb qarayman. Ammo bu sunnat inkorchilari Qur'onni inkor qilam degan savol. Kelsak, o'zlarini Qur'onchi deb atavagan, Qur'onchi degan niqob ostiga kirib olgan Qur'on inkorchilari payg'ambarimizning sunnatini, hadislarini inkor qilgandek, payg'ambarimizning ko'rsatmalariga tamoman ishonmagandek, Qur'on karimning oyatlariga tafsiri bir-birlab ishonmaydi. Bular o'zlarining botil aqidasini, xato ko'z qarashlarini oqlash uchun o'zining ditiga uyg'un kelgan oyatlarni qabul qiladi, ishiltadi, dalil qiladi. O'zining ditiga uyg'un kelmaydigan oyatlar bo'lib qolsa, uni qabul qilmaydi, amal qilmaydi. Qur'on Karimda ba'zi bir oyatlar ixcham bayon qilingan. Tafsili o'tirib qo'yilmagan oyatlar. Bu albatta izohlashga, tushuntirishga muhtoj bo'lgan oyatlar. Bunday oyatlarning izohat, tafsiri kelgan vaqtda payg'ambarimiz yaratmaydi. Uning zamoni o'tib ketdi. O 21-asrga yaramaydi. Bugun degan falsafa nur davri edi. Bugün skolarizmlik davri, sharqshunoslik davri. Bugün shiali bazo topgan davr. Bugungi zamonning aqli bilan tafsir qilishimiz lozim. Muhammadning izohati buni yaramaydi degan maqsadda o'zlarining ideya manbasi bo'lgan. Bugun yuz berayotgan mush qalaymaqanchilik, ozg'unlik, fitna fasodning ideya manbasi bo'lgan sharqshunoslarning va shialarning ko'z qarashlari bilan oyatlarni izohlashga urindi. Masalan, misol olsak, bular Qur'oni Karimga payg'ambarlikning vazifasiga aloqador oyatlarni tilg'anmaydi. Ishonmaydi, amal qilmaydi. Buni qatoridan payg'ambarning bir manba ekanligi to'g'risida kelgan oyatni ishonmaydi. Tilg'anmaydi, amal qilmaydi. Masalan, faruddu ilallohi va rasul. Aqlinglarni hal qilamisanlar? Sizlar bilmaydigan masala bo'lib qolsa, diniy masala bo'lib qolsa, buni hukmini bilmoqchi bo'lib qolsanglar, Qur'on nima deydi? Payg'ambar nima deydi? Manba bu marji'iyya Qur'on bilan sunnat. Yani marji'iyya Alloh va payg'ambar degan bu oyatga ishonmaydi. Payg'ambarga itoat qilishning Allohga itoat qilish bo'lganligiga ishonmaydi. Men yutir rasul faqat ata Allohga ishonmaydi. Payg'ambarga so'yib muhabbat qilishninki Allohni so'yish ekanligi, Allohga iymon keltirish ekanligiga ishonmaydi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'un degan ishonmaydi. Payg'ambarga ergashganlik hidoyat yo'l, to'g'ri yo'l ekanligiga ishonmaydi. Qur'on Karim bu vaqt aniq nas, hammamiz Qur'on Karimning oyatlar. Vattabi'uhu la'allakum tahtadun. To'g'ri yo'lda ma'noysanglar payg'ambarga ergashinglar deydi. Buni ishonmaydi. Hayot vaqtida deb turib oldi-da bunimiz. Bu botiniy tafsir. Sharqshunoslikning Gollandiyadan kelgan tafsirlar bu. Sharqshunoslik markazi Gollandiyada, ya Qumdan chiqqan tafsirlar bu. Agar istixborot markazidan chiqmagan bir yerdan, u vaqt keyin to'xtalamiz. Bundan zodi vazifasini nima foyda oldi? Kim xizmat qilgan temada qiladi. Xo'sh. Ham payg'ambar o'lga, lider, yetakchi degan bu oyatga ishonmaydi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Bunga ishonmaydi. Shunga bu oyatlar amal qilmaydi. Bundan boshqa nechilagan oyatlar bor. Bugungi darsimiz haqida ba'zilarini misolga beramiz. Bularning Qur'on oyatlariga ishonmaydigan. Chunki biz buni bugun demadik. O'tgan yil bayon qilgan 111-sanni tatib, necha sanni bayon qilib kelgan darslarimizda
programmamızda. Bularning sunnatni inkor qilishdagi maqsadi Qur'onni inkor qilish degan. Bir-birlab Qur'on oyatini inkor qilish boshlaydiganda biz burungi programmamizni 1 yil ilgari o'ttirib qo'ygan. Bugun kunlikda o'ttirib chiqadi. Bu bizningki o'zida Qur'onchi deb niqoblab olgan saxtipaz kazzoblar bugun chiqqan bilan ammo boshqa tildagi, boshqa millatga saxtipaz kazzob zindiqlarda allburun oshkor bir masala. Xo'sh. Endi Qur'on bilan kifoyalanmizlar. Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalarini, hadislarini, sunnatlarini bir butun inkor qildiganlar Qur'oni Karimni inkor qiluvchilar. Bular sunnatni inkor qiluvchi emas, Qur'oni Karimni inkor qiluvchilar. Chunki Qur'onning buyrug'i bo'ysunmaydiganlar, Qur'onning ko'rsatmasi e'tibor qilmaydiganlar, Qur'onning hidoyatini cho'rib tashlaydiganlar. Demak, Qur'onning buyrug'i ishonmaganlik uchun shu sunnatni olmaymiz, qabul qilmaymiz dedi. Shunga bular o'zlarini garchi Qur'onchilar deb atavasimi? İslamdaki prinsiplari, İslamning aqidasi, İslam fikri, İslam maqsadlarini hech narsani tushunmaydigan aqlsiz zindiqlar bo'ladi. Agar ozroq aql bo'lgan bo'lsa, bilim bo'lgan bo'lsa, metodga tayinib gap qilgan bo'ladi. Oyatlar gap qilgan vaqtida, oyatlarni tahlil qilgan vaqtida, tafsir qilgan vaqtida har bir fanning dunyodagi har bir bilimning metodi bo'lgandek, bu oyatlarni, Qur'on oyatlarini tahlil qiladigan, tafsir qiladigan, izohlashning bir metodi bor. Bular bu metod yo'q. Shunga oz yo'q so'zlaydi. Azg'on deganimiz aqlsiz deganimiz shu. Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, bularni telefon so'ziga vaqtimizda Qur'oni Karimda bu payg'ambarning hadislarini abjumi sanglim bo'ladi. Bu payg'ambarning so'zlarini amal qilib jum sanglim bo'ladi. Qur'onning o'zida yetarlik deydigan bir oyat yo'q. Qur'on sizlar kifoya bu Muhammadning so'zini qo'yan zaman o'tib ketib o'lgandan keyin tugaydi deydigan bir oyat yo'q. Agar ba deb qolsa chiqsin bu zindiqlar. Belki Qur'onning oyatlarini, Qur'onning prinsiplarini, ko'rsatmalarini izohlab berguvchi shaxs Muhammad alayhisalom. Uningga ergishinglar. U ro'shan bayon qilib beruvchi balag'ul mubin deb sifatlaydi Qur'onning o'zida. Payg'ambar alayhisalomning hayoti Qur'oni Karimning amaliy tarjimasi, amaliy bayoni, amaliy izohat. Xo'sh. Bu Qur'onniki Muhammad alayhisalom haqida da'vat qilgan gibi. Herkesmi Qur'oni Karimda Qur'onga ishonib, Qur'on bo'yi tutmasanglar, Muhammad alayhisalomning so'zlariga ergashmasanlar bo'ldi degan undaq bayon, undaq dalil hech qanday yerda yo'q. Şu gibimizni qisqartgan vaqtida İslamning prinsiplariga, İslamning ahkomlariga amal qilaman deyotganmiz. Payg'ambar alayhisalomning sunnatiga, Payg'ambar alayhisalomning hayotiga qaytmay turib islomni tutib manqilmaydi. Qur'onning ahkomlarini, Qur'onning ko'rsatgan prinsiplariga amal qilgani bo'lmaydi. Bu vajidan sunnatni inkor qilganlar amaliyotda Qur'onning izohati bo'lgan, Qur'onning tafsiloti bo'lgan, bular ixcham kelgan oyatlar haqida Qur'onning tafsiloti bo'lgan, islomning ikkinchi o'rin turgan qonunshunoslik manbasi bo'lgan sunnat inkor qilganlik uchun dal Qur'onni inkor qiluvchilar hisoblanadi. Xo'sh. Azg'ullar hisoblanadi. Ham islomdan chiqib ketishlar hisoblanadi. Demak, namoz masalasida, zakat masalasida, haj masalasida, shuning o'xshab nechilgan masalalarda bu diniy masala bo'lganlik uchun bu insonlarning ijtihodi qo'yib berilgan dunyolik aqliy masala bo'lmaganligi uchun payg'ambarga qaytishga muhtoj. Bu aql qo'yib berilgan masala emas, diniy masala. Buning bayonini kimdan olamiz? Payg'ambardan olamiz. Bu deydiki, yo'q biz o'zimiz buni hal qila oladigan saviyada deydi. Biz hali o'zimiz alloma odamlar. Ya Marksning izohati bilan izohlaymiz, yoki Mavzuning izohatini izohlaymiz, ya Gollandiyadagi sharqshunoslik izohatini izohlaymiz, yoki Irondagi qum bilan izohlaymiz. Bir ish bilan bugun kunlik hal qila olamiz. Bu Muhammadningki izohlarga, Muhammadning nimasiga hech qanday ehtiyoj yo'q deb qaraydi. Gibimizni xulosaga vaqtimizda o'zlarini Qur'onchi deb niqob ostiga olib olgan bu saxtipaz kazzoblar islomning aqidasini, islomning prinsipini ve İslam fikrini tamamen komurup taşlaş vazifesini özgün zindiqlar deyip var. Buların vazifesi bu. Buların nişanı bu, maqsadi bu. İslam aqidasini, İslam prinsiplerini, İslam fikrini bir-birlab komurup taşlaştığın başka vazifesi yok buların. Bunu milletimiz bu noktada düşünüş lazım. Biz bu meseleni ilgirimi to'xtaldik. Yani bundayken yana açınız. Belki bular kimga xizmat qiladi degan temada to'xtashimiz mumkin.
Xoş, xoş.